24-may kuni O'sh shahrining ayrim hududlarida 8 soat elektr yorug'i o'chiriladi. Bu haqda meriyadan bildirishdi. Ertalabki soat 9 dan 17 gacha kuz-qish mavsumiga energiya obyektlarini tayyorlash ishlari sababli quyidagi manzillarda vaqtincha elektr yorug'i berish to'xtatiladi. 9-son Amur Temur hududiy kengashiga qarashli Oqsuv, Ko'kbel, Chuy, Qand, Jambul, Olabuqa, Talas, Ko'ksoy, Olimpiyskaya, Navbahor, Salixov, Kutsamilov, Chernishev, Solnechnaya, Almazar, Salif, Batken ko'chalarida yorug'lik o'chiriladi. O'sh shahrida Oqbura daryosi chetini to'sayotganlar bilan unga norozi bo'lganlar orasida kelishmovchilik bo'lib 2 odam kaltaklandi. Bu haqda O'sh shahrida yashagan fuqaroviy faol bildirdi. Uning aytishicha, mojaro shaharning Qo'rmonjon-Dotqa kichik rayonida daryo bo'yida kecha 22-may kuni kechga tomon bo'ldi. Mahalliy turg'unlar oldin dam olish joyi qatori bo'lgan yerni sim bilan to'sayotganlarga qarshilik qilishga harakat qilib, tepki ostida qolgan. Bu bo'yicha O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining Oqbura militsiya bo'limi tekshirayotganini xabar qilishdi. Ma'lum bo'lishicha, voqea bo'lgan joyga militsiya xodimlari vaqtida kelib, tomonlarni bo'limga olib kelishgan. Guvohlar so'roq qilinmoqda. Jabrlangan 2 tomon ham militsiyaga ariza bilan murojaat qilgan. Ularga sud-tibbiy ekspertiza tayinlandi. Voqea O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining jinoyatlarni ro'yxatga olish kitobiga jismoniy zarar keltirish qatori yozildi. Daryo bo'yining to'silishi haqida O'sh shahar meriyasi va shahar arxitektura boshqarmasi ma'lumot bermagan. Batken oblasti Laylak rayonining Sumbula qishlog'ida yana sel bo'ldi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. 22-may kuni kechki soat 17:30 dan 18:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida yoqqan yomg'ir natijasida Ko'ktosh-Andarak avtoyo'lining 20 metr masofasini daralardan kelgan shag'al aralash suvlar qoplagan. Inson umriga zarar keltirmagan. Voqea bo'lgan joyga Favqulodda holatlar ministrligining Laylak rayon bo'limi ofitserlari borib, bir yuk ortuvchi mashina jalb qilindi. Tozalash ishlari olib borilib, soat 21:30 da vaqtincha to'xtatildi. Jarayon bugun 23-mayda davom ettiriladi. 4 gektar bug'doy maydoni yilqilarga yem bo'ldi. Voqea kecha tunda Qorasuv rayonining To'loykon qishlog'ida bo'lgan. Mahalliy yashovchilarning ekinini yaqin orada yashagan aholining yilqilari payhon qilgan. Dehqonlar esa ekin maydonlaridan ushlab kelingan yilqilarning xarajatini to'lab berishni talab qilishmoqda. Egasi esa o'z ixtiyori bilan yilqilarni o'tkazib berishni kerakligini aytgan. Voqea bo'yicha hamkasbim hikoya qiladi. Qorasuv rayonining To'loykon qishlog'idagi 4 gektar yerdagi bug'doy to'liq yo'q qilingan. Hozir dehqonlar quruq yotgan dalani nima qilishni bilmay turishibdi. Chunki bug'doyni barcha qishloqliklar birgalikda kam ta'minlangan oilalar uchun ekishgan edi. Mana shu bug'doy eldikilar, buni el cho'g'ilib o'z kuchi bilan haydatib ekib, bug'doy mana shu qo'yilib olib qolganlar. 2 qarish bo'lib. Buni jedirib mana bu ham bug'doy bo'lmaydi. Mana jilqining bog'i bo'ladi mana. Mana jilqining bog'i mana. Mana jilqini yezib bitlar, mana o'zingizlar ko'rginglar. Voqeadan so'ng bugun ertalab qishloq aholisi dalada yurgan yilqilarni hammasini haydab tushishgan. 30 ga yaqin yilqini navbati bilan egalariga qaytarmay ushlab turibdi. Chunki keltirilgan zararni qoplash kerak. Eğer eksivattan koy vermesinler, tölesinler, görsetem dep ketdi. Olar bütün prokuraturada, milisiyada yemedi işleydi ekan. Aneni uşuntib talonda qalaversek emel. Qishloq aholisining ta'kidlashicha, bug'doy ekilgan yer 30 gektar bo'lib, qishloqdagi 100 dan ortiq xo'jalikka tegishli. Har bir kishiga 10-15 sotixdan 1992-yili bo'linganini bildirishadi. O'sha yildan boshlab ular birgalikda dehqon xo'jaligi tashkil etishib, bug'doy ekib ekinlarni bo'lib olib foydalanishgan. Biylgi yılı prezidentimiz aymaktardı önüktürgülü, aymaktardı kötörgülü degeninden bu yıl el dağı götörülüp 1 gektar jeri 9.000 somdan aydatışıp ошол арпа будайын егишти. Тоюткандайбыз, балдарга ушул окаткандайбыз егишти. Ошону да карабастан быйыл дагы жегизип салышыл. Жегизген азгес мына өзүңөр күбө болуп турасыңар, мына жылкысын көрүп турасыңар. Элди көрүп турасыңар, ушу элдер ушул отурган элдер ушул бардыгы ушул аймак эккен эгиндерин жегизип алып ыйлап отурушат. Азыр 1 гектар жер 9.000 менен айдалган жерди түнү менен уктабаган балдарды карагыла. Qishloq aholisining ta'kidlashicha, ekinsiz qolgan vaziyat bu birinchisi emas. Bunday voqea so'nggi 3-4 yildan buyon qaytalanib keladi. O'tgan yilgisi sudgacha yetib, natijada aholi yilqi to'lashga majbur bo'lgan. Ammo qishloq hukumatining yaylov komiteti ekinsiz qolgan dala dehqonchilik tarmog'ida emas, yaylov qatori qayd etilib, qishloqliklarning foydalanishini noqonuniy deb hisoblaydi. Aile hukumatining joyit foydalanuvchilar birikmesining kategoriyasi bo'yicha joyit jeri deb belgilenib turadi. Joyit jerin
бузуп будай эгип айдоо жерин айлантырганга болбойт мыйзам боюнча. Бул иш-чаралар боюнча Ош областынын экотек инспекциясына кайрылып, арыз менен кайрылганбыз. Ол жөнүндө иш аракеттер жүрүп жатса керек, толук маалымат кат жүзүндө беришет. Оны дагы эл менен элге ошол арызданган тараптарга кат жүзүндө жооп беребиз. Yilqilarning egasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. To'layken qishloq hukumatining yaylov komiteti bu masala tekshirilishini bildirdi. Komitetdan To'layken qishlog'idagi yaylovdan foydalanish uchun mahalliy bo'lmagan birgina kishi ruxsat olgan ekan. Agar o'sha kishining yilqilari bo'lgan bo'lsa, ijara haqqi to'langan bo'ladi deb bildirdi qishloq hukumati vakili. Mazkur qishloqdagi yaylovning umumiy maydoni 600 gektarni tashkil qiladi. Yakunida tomonlar o'zaro kelishib, yilqi egalari bundan keyin ekin dalasiga o'tkazmasdan nazorat qilishga va'da berib, yilqilarni qaytarib olib ketishdi. Umida Mirzabayeva, Ayday Bedilbek, Qizargen Qalibek uli Intimaq. O'shda so'nggi qo'ng'iroq bayramida xavfsizlik kuchaytiriladi. Bu haqda meriyadagi maxsus yig'inda aytildi. Yig'in davomida huquq himoyachilarga 25-26 may kunlari maktablar va shahar chetidagi dam olish joylariga jamoatchilik xavfsizligini ta'minlash harakatlarini kuchaytirish topshirildi. Bundan tashqari maktab direktorlari va o'qituvchilarga so'nggi qo'ng'iroqqa pul yig'ishga va o'quvchilarga bu sanani ko'ngilochar joylarda nishonlash taqiqlandi. Bayram kuni o'quvchilarning xavfsizligi bo'yicha javobgarlik ota-onalar va maktab o'quvchilari zimmasiga yuklandi. Shuningdek, bilim berish boshqarmasi bo'limlarida 24 soat navbatchilik tashkil qilinib, feerverk va jismoniy zarar keltiruvchi vositalardan foydalanish taqiqlanadi. O'sh shahrida militsiya xodimlari taksi haydovchisining o'limida gumon qilingan fuqaroni ushlashdi. Bu haqda shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Zamir Siddiqov bildirdi. Uning aytishicha, 13-mayda 30 yoshdagi Ilhom Ermatov Deo Matiz rusumidagi mashinasida chiqib ketgan bo'yicha qaytmagan. Ilhom Ermatov yo'lovchilarni tashirdi. Uning yoqib yuborilgan jasadini 22-mayda daladan topishgan. Militsiya xodimlari gumondorni qo'lga olishdi. U yashirinish maqsadida qirg'iz-qozoq chegarasini kesib o'tayotgan vaqtda qo'lga tushgan. Halok bo'lgan fuqaroning mashinasi to'qmoqdan topildi, deydi Zamir Siddiqov. Dastlabki ma'lumotlarga tayansak, qo'lga olingan fuqaro aybini tan olgan. U o'z so'zida mashinani olib qochishga harakat qilganini aytgan. Qirg'izistonlik voyaga yetmaganlarni yaqin orada chet o'lkalarga chiqishi qiyin bo'lib qoladi. Davlat ro'yxatga olish xizmatida bolalarga fuqaroligini tasdiqlaydigan ma'lumotlar uchun blankalar tugab qolgan. Mazkur hujjatsiz voyaga yetmaganlar qo'shni Qozog'istonga ham chiqa olmaydi. Aks holda minglagan mablag' evaziga chet o'lkaga chiquvchi pasportlarni yasatishga to'g'ri keladi. Davlat ro'yxatga olish xizmatidan bildirilishicha, blankalarni yetkazuvchi kompaniyalar orasida tender uzoq cho'zilib ketgan. Yaqin kunlarda bu jarayon tugatiladi deb ishontirishmoqda muassasadan.